Ota-onalar ogoh bo'ling. Shoshilinch va dahshatli xabar tarqaldi. Poytaxt Toshkentning Olmazor tumanidagi 2 maktabda voyaga yetmagan o'quvchilar homilador bo'lib qoldi. Ularning biri 8-chi, ikkinchisi esa 9-sinf o'quvchisi. Ulardan biri, ming afsuski, o'gay otasidan homilador ekani aytilmoqda. Qalampir.uz bu ma'lumotni aniqlash maqsadida bolalar ombudsmani Surayyo Rahmonova bilan bog'landi. Rahmonova suhbat avvalida ushbu holatning ommaviy axborot vositalari orqali yoritilishi bolalar sha'ni va qadr-qimmatiga etnik nuqtai nazardan zid ekani, ularning ruhiy holatiga salbiy ta'sir etishi mumkinligini eslatdi. Biroq so'nggi yillarda aynan Olmazor tumanida voyaga yetmagan qizlarning jinsiy zo'ravonlikka uchrashi va homilador bo'lib qolishi bo'yicha yuqori ko'rsatkichni qayd etayotganligi uchun ham bu ma'lumotni ochiqlash zarurligi bo'yicha Qalampir.uz bilan hamfikr bo'lindi. Bolalar ombudsmani Qalampir.uz keltirgan 2 holatdan birini tasdiqladi. Unga ko'ra, o'quvchi qiz o'gay otasidan homilador bo'lib qolishi bilan bog'liq holat haqiqatan ham sodir bo'lgan. Qiz bor yo'g'i 14 yoshda. Holat 2024-yilning dekabr oyida ma'lum bo'lgan va prokuratura tomonidan dekabr oyi oxirida 16 yoshga to'lmagan shaxs bilan jinsiy aloqa qilish 3-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilib, ish hujjatlari Ichki ishlar bo'limiga yuborilgan. O'gay otaga nisbatan qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Bolalar ombudsmani mazkur ish qonuniy va bola manfaatiga muvofiq olib borilishi yuzasidan o'z kuzatuvini davom ettiradi. Jinoyat ishining borishi Toshkent shahar prokuraturasi nazoratida, deydi Surayyo Rahmonova.